Ming'illama menga. Borini kiyasan, tushundingmi? Onang. Ha, tinchlikmi? Keliniz. To'yga kiyimim yo'q, olib bering deydi. Borini kiyasan dedim. Ha, ober. Olib berardim aka. Shunaqa ko'nglim sovigan. Tayinli ovqat qilmaydi. Ishdan kelsam, ustidan yog' hidi keladi. Juldirroq allambalo narsalarni kiyib yuradimi? Chiroyli bo'lib, kutib olmaydim ayol kishi yerini, to'g'rimi? Tug'gandan keyin semirib, g'alati bo'lib qolganmi? Yoqimsiz. Uyda mehr ko'rmagandan keyin kanishni ko'chadan qidiradi. Erkak kishi mehri, to'g'rimi aka? To'g'ri. Shunda umuman ovqat qilishni bilmaydimi xotining? Qilishni biladi, qilmaydi. Ro'zg'orlik qilib berasanmi? Oyiga 500 ming beraman aka. 500 ming? Bozorlikni o'zi qiladimi? Har kuni ishda bo'lganimdan keyin men qilmayman-ku, o'zi qiladi kerak bo'lgandan keyin. Uyda senga chiroyli bo'lib ko'rinish uchun kiyimlar olib berganmisan? So'ramagan. Bu hamma yoqni xalta qilib labdanishini qo'ysan, o'g'il bola. O'sha ayoling sani farzandingni dunyoga keltiraman deb bir o'limdan qolgan bilasana. Endi figurasi buzilib, yoqmay qoldimi? Bozorlikni qilib bermasang, og'ir narsalarni xotiningni o'zi uyga olib keladi. Sani chiroyli bo'lib kutib olish uchun kiyimlar olib bermagansan. Atir haqida umuman o'ylab ko'rmagansan. Yana yog' hidi bilan kutib oladi deysan. Oldin qoyillatib qo'yib, keyin talab qilish kerak emasmi? Yana uyalmay xotiningni yomonlashingni qara menga. Erkak kishi ko'chadan mehr qidirishdan oldin uydagi ayoliga mehr berib qo'yish kerak emasmi aslida? Ha? Hamma erlar ham erkak bo'lmasa ekanda. Xezali.